Aqchinda qo'shiq eshitayotgandim. Musiqa. Salom. Siz haqingizda qayg'urishimni bilasiz-a? Albatta bilaman. Sizga bir gap aytmoqchiman. Nimani? Salom. Bu maktabda juda ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot bo'lish. Ichkarida gaplashamiz. Xo'p. O'quvchilar kirishi taqiqlanadi. Buvi, menga tamaki bering. O'quvchilarga chekish mumkin Bizni olyapsan, olib bermasang o'lasan. Bering, bering. Shu axlatni menga beryapsan. Bunaqa. Qalay, yashash qildimmi? Qalay, kameraga ko'rchi. Ajoyib. Oy, bo'lishi mumkin emas. Hoy, iflos. Nima qilganing? La'nat ahmoq doktorlar. Bo'ldi, Bo'ldi, mayli. Yo'qmi ishtaha? Mana ajoyib bo'ldi. Bas qilinglar. Bu ayol hech kimga xabar bermagani uchungina omon qoldi. Bu o'sha Xan Suganmi? To'dasi bilan o'quvchilarni qiynoqqa soladigan. Yoshligidan sport bilan shug'ullanib, maktabdagi bolalarni urib yurgan. U yerda yosh o'quvchiga jarohat yetkazib, maktabdan haydalgan. 2 yil oldin bizning maktabga o'tgan. U allaqachon voyaga yetgan. Odobnoma o'qituvchisi-ku, ularning sinfiga kirmaganmisiz? Voy, omadingiz bor ekan. Nega? O'qituvchilarni ham uradimi? O'tgan yili ustozimiz voy, muhim emas. Ay, doimiy o'qituvchi bo'lguningizcha o'zingizni ko'rmaganga oling. Xuddi telbalardek yuring. Shunday qilibmi, ustoz? O'quvchilar orasida muammolar bo'lsa, hech qachon aralashmang. Muammolarni o'zlari hal qilishsin. Hech narsa qilmang. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Ayniqsa Xan Sugan. Ayniqsa Xan Sugan. Men judayam ehtiyotkor bo'laman. Agar nohaqlikni ko'rsangiz, Men ko'rmaganga olaman. Parchalab tashla. Tekshiruvga yetib keldim. Tezda kiyimingni yech. Hozirmi? Bo'la qo'y. Mana senga. Shu g'azabing bilan kamida 2 ta oltin medal olsang bo'ladi. Sportlarni kitoblarga almashtirdim. O'zimga yoqadigan ishni ham topdim. Ko'p asabiylashyapman. G'azab va nafrat meni qamrab olyapti. Tayyorlan. Qani, kel unda. Taekwondo va hapkidodan qora belbog' sohibi oltin medal da'vogariga o'qituvchi bo'lish fikri qayerdan keldi? Voy, menga qara. Sportni tashlaganman. Darvoqe, eshitding. Amakim kechki payt ko'rmay qoldilar. Sanu amaki bilan tungi patruldanmilar. Adolat himoyachisilar-ku. Adolat himoyachisimiş. Mana, qara. Mas'uliyatli fuqaro mukofoti dadamni boshini aylantirib qo'ydi. Odam to'xtashni ham bilishi kerak. Men dadangni hurmat qilaman. Haqiqiy erkak, qahramon. Sen hurmat qiladigan haqiqiy erkak bankdan 14 million kredit olib, shuni to'lash bilan ovora. Men bu yerni saqlab qolish uchun o'z hayotim, hatto medallarimdan voz kechdim. Yolg'iz boshim bilan qarzlarni to'ladim. Dadam birovni himoya qilaman deb qarz oldilar. Men bo'lsa, oilani qutqardim. Biz juda ham har xilmiz. Sizlar baribir juda ham o'xshashsizlar. Men o'sha kishi bilan Gapirishga gapirasan-u, o'zing nohaqlikka chida olmaysan. Hozir ham ichingda adolat olovi yonyapti-ku. hech hamda kimligimni bilmaysan. Aralashsang o'zingga zarar. Rostdanmi? Men biroz mashq qilaman. Eshikni yopish esingdan chiqmasin. Yaxshi. Bu nima bo'ldi? Oldinlari ko'rmagan ekanman. Bolalarniki